uy sharoitida qonni qanaqa suyultirsak bo'ladi deyishyapti. Qon suyultirishga 5-10 ta namatayni olasiz. Termizga kechqurun damlab qo'ying, mayli 10 ta deylik. 10 ta namatay. Keyin yana oshga soladigan odamlar bilsa kerak, qora qand deymiz, barbaris deydi. Barbaris soling. 3-4 ta ramashka sovarsangiz ham yomon bo'lmaydi. 2 ta yana turshak ham sovaring, yana yuragingizga ham foyda bo'ladi. Mana kechasi bilan turib damlab qo'yasiz. Kun davomida sekin-sekin ichasiz. Bir piyoladan ham jigaringiz yuviladi, tiqilmalari ochiladi, ham yana qoningiz suyula boshlaydi inshaalloh. Yana unga qo'shimcha mana bu bizning mahsulotlarimiz bor. Salkam bir 18 xil narsadan tarkib topgan. Juda ham tez suyultirib yuboradigan, bugun shunaqa xabar keldi. Sinimiz 20 kun oldin olgan edilar. 20 kun oldin olib, ular qonlari quyuqdi. Keyin buyraklarida leykosit juda baland edi. Shamollar juda kuchli, ham qon quyuq. Bugun yugurib kelibdilarki, qonlari suyulib ketibdi, o'ta suyulib ketibdi, lekin borib ginekologga ko'rsanib topshirgan ekanlar, mashalloh 8 bo'lib qolibdi leykosit. Juda xursandlar, yarim yildan tushira olmayotgan ekanlar, lekin buni ham tartibi bor. Har safar ichganda mo'tadil bo'lish uchun asal bilan ichsalar ham zo'r bo'ladi. Mana sizlarga oddiy yo'li. Hammaga sog'lik tilayman, sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar.